بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الثامن. Bugün öğrenmekçi olduğumuz 8. ders. Endi 8 dersdagi nuqtaliq grammatikalar tuvandagi 5 nuqtaga mujassamlasi yig'ilsa bo'ldi. Birinchisi ikkilik va ko'plik ismlardagi nun. Mesela ikkilik ismlarning oxirida ikkilik nuni bor, shundaymi? Ko'plik ismlarda ko'plikning nuni bor. Masalan, muslimani degan nun ikkilikning nuni. Muslimuna degan nun nima? Ko'plikning nuni. Mushu ikki nun muzab bo'lgan vaqtda tushib ketadi. Bizga ma'lumroq muzablarga nima kirmaydi? Tanvin kirmaydi. İkilik ve köplikdagi ikkilikning va ko'plikning nunimi tanvinning o'rnida turadigan nun bo'lg'ach, tanvin tushib ketadigan mudofda bu nun qanday qilib ketadi? Tushib ketadi. Ya'ni qaytdayli ikkilik va ko'plik ismlar muzab bo'lsa, ikkilik va ko'plikning nunlari tushib ketadi. Masalan, misolga olsak, eshik degan nima deydi? Babun. İki eshik demoqchi bo'lsak-chi, babani. Shundaqo? Endi shu sinfning yoki masjidning ikki eshigi demoqchi bo'lsak, babal masjid. Aslisi babani al masjid, shundaqmi? Muzab bo'lgan vaqtda ikkilikning nuni qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Shundan bo'ldi babal masjid. Mudarris, o'qituvchi. Buning ko'pligi mudarrisuna. Oxirida nun bor, shundaqo? Mushuni biror maktab yoki kitobdan biriga qanday qilib boqayli, muzab qilib boqayli. Masalan, tafsir deb, tafsir o'qituvchilari deb boqayli, mudarrisut tafsir, mudarrisu at-tafsir. Oxiridagi nima tushib ketdi? Nun tushib ketdi. Mana shu nuqtani tushunsak, birinchi bugungi darsdagi nuqtaliq grammatika bizga tushunilgan bo'ladi. Endi ikkinchi bu birinchi nuqta bayatni so'zlagan grammatikalarni biz darsdagi 3, 4, 5, 6, 7 mashqlarni topishimiz mumkin. Endi ikkinchi nuqtaliq grammatika mutakallimning yasiga bir narsa muzab bo'lsa, mutakallimning yasining o'zini qanday o'qish? Qanday o'qish? Masalan, kitobni mutakallimning yasiga muzab qilsak, kitobi, shundaymi? Nima qo'ydik? Sakini qo'ydik. Endi shu muzab bo'lgan bilakning eng oxirgi harfi alif bo'lib qolsa, yoki sakini qilgan ya bo'lib qolsa, sakini qilgan nima? Ya bo'lib qolsa, mutakallimning yasini nima o'qiladi? Zibar o'qiladi. Masalan, ata-ana degan nima deydi? Abwani. Shunaqa. Mening ata-anam demoqchi bo'lsak, deymiz abwa deb oxiridagi nunni tashlab, andikin ya'ga qo'shimizga abwaya. Endi abwaning oxirida nima qolibdi? Alif qolibdi-ku. Ya'ni ismning mudofning oxirida alif bo'lib qolsa, buningga muzofillayotgan mutakallimning yasi nima o'qiladi? Zig'ar o'qilib abwaya bo'ladi. Abwaya bo'lmaydi, abwaya. Bu bir. Ikkinchisi ismning oxirida zir o'qilgan sakin bo'lsa debdi. Nima sakin o'qilgan ya bo'lsa. Masalan, mening do'stlarimni yoki bo'lmasa mening do'stlarimni ko'rdingmi demoqchi bo'lsak, ko'rdingmi deganda ara ayta deymiz, shundaymi? Do'st deganda-chi, sadiqni sadiqun ko'plik qilsin bo'ldi, asdiqa ko'plik qilsin bo'ldi, shundaymi? Endi sadiqun ko'plik qilib ara aytni oldiga qo'shgandan keyin ara ayta sadiqin bo'ladi, shundaymi? Mening demoqchi bo'lgandagi yog'i qo'shmoqchi bo'lsak, sadiqin degan nun qanday qilib ketadi? Tushib ketadi. Endi hisobda sadiqi bo'ldi. Oxirida nima o'qilgan?
sakin o'qib yodimiz paydo oldi-ku. Muşnuqa mutakallimning yazini qo'shmoqchi bo'lsak, mudaf qilmoqchi bo'lsak, nima deymiz? Sadiqiyya. Sadiqiyya. Demak, ikki xil ahvol ostida mutakallimning yasi nima o'qiladi, zamar o'qiladi. Birisi mutakallimning yasiga biror bir ism muzaf bo'lib, shu ismning oxirisida alif yoki sakin o'qilgan yo bo'lib qolsa, mutakallimning yasi nima o'qiladi, zamar o'qiladi. Bu ikkinchi qoida. Bu bugungi darsimizdagi 8-9 mashqlardan tepilishi mumkin. Endi bugungi darsdagi 3-qoida. Endi biz ikkilik ismlarni raf'ilik holatda, boshqalish holatda alif bilan ifodalanadi. Tushumkilish va egilik qilish, ya'ni nasb jarlik holatlarda nimalar ifodalanadi? Yavla ifodalanadi degan shundaqmi? Shundaqmi? Endi kilo bilan kilta garchi shakl jihatda buni haqiqiy tasniy, ya'ni ikkilik degili bo'lmaydi, musanna degili bo'lmaydi. Ammo shakl jihatda qarab baqsak, kilo bilan kiltada xuddi nimaga o'xshash, ikkilik ismlarga o'xshash holat bor. Unda o'g'achqa bular i'rob jihatda ikkilikka o'xshash i'rob birinchisi bo'ladi. Masalan, kilat talibayn arlika, ja'ani kilat taliba, ka talibayn ikki o'quvchining ikkilisi alif bilan keldi, shundaymi? Alif bilan keldi. Ra'aytu kilay, masalan, kilayhima. Men o'sha ikkisining har ikkilisini qanday qildim, ko'rdim degan o'rinlarda bu nima bilan i'rob berilsa, ikkilik ismlarning i'rob bilan i'rob berilsa bo'ladi. Ammo diqqat qilish kerak bir nuqta, oshkor ismlarga muzaf bo'lgan vaqtda, masalan, kilat talibayn degan vaqtda ya berilmay, kila holatdagi bo'ladi, ha? Bu 10-11 mashqda bu to'g'riliq mazmunlar bor. 4-nuqtalik grammatika biz burundan tortib ko'rsatish almashlarni o'rganib kelgan. Yaqinni ko'rsatish almashlari qaysi? Haza, haulai. Ayolliqqa hazihi shundami? Kerakli ko'rsatish almashlari zalika arlik, tilka ayolliq, ulaika nimalik ko'plik bo'lgan. Shundaqo? Endi bugungi darsimizda shuning ikkilik shakllarini bir ko'rib o'tsak bo'ldi. Ya'ni hada ninki ikkilik shakli hadani. Ikkilik. Hadihining ikkilik shakli hatani. Zalikaning ikkilik shakli zanika. Tilkining ikkilik shakli nima? Tanika. Mushu buni ishlasak bo'ldi. Buning qolgan men oxirdagi muzaf bo'lgan vaqtda oxirdagi nunning chiqib ketishi, raf'lik holatda alif bilan kelishi, nasb jarlik holatda nima bilan kelishi, yo bilan kelish qatorliq masalalarning hammasida ikkilik ismlar bilan nima o'xshash. 5-grammatika ata ya'ti degan fe'lning buyruq qilistiki masala. Endi biz buyruq qilib chiqargan vaqtda sagiga o'tiraylik. Buyruq qilib chiqargan vaqtda fe'l mudori'dagi mudori tarifini ab tashlab o'tib, shuning qishidagi harf nim bo'lsa, sakin bo'lib qolsa, hamza bir akaprat tushundami? Shu bo'yicha qilib boqaylik endi. Ata ya'ti degan fe'lning ta'ti degan shakldan buyruq qilib chiqarmoqchi. Sakin bo'lgandan keyin oxirisi sakinlikqa belgi bo'lsin uchun oxiriga yachib ketishi bu nima fe'llarda? Naqs fe'llardagi qoida. Undan keyin nima bo'ldi? Ta'ti. Ta'nab tashlayotdik. Hamza nima qoldi? Ilib sakin holatda qoldi-ku hamza. Sakin holatda qolgandan keyin oldiga bir dona nima gapiramiz? Sakin gapiramiz. Ikkidagi ta'zira qo'lg'achqa zira qo'lg'a sakin gapirsak ham bo'ladi, itti bo'ladi. Ammo yolg'iz kelgan vaqtda buni itti ishlatmay nima chiqaramiz? Iti. Hamzani nimaga o'zgartirib? Ya'ga o'zgartirib. Nima ishqa? Ikki hamza jo'g'lashib qolsa bo'lmaydi. Ikki hamzani xuddi managa o'xshash, amana qilgan o'xshash birlashtirib o'tilsa, zira qo'lg'an bo'lg'achqa iti deb deyish qiyin keladi. Shunlashqa ikkinchi hamzani nimaga o'zgartirib? Ya'ga o'zgartirib, buyruq til nima chiqadi? Iti. Nima uchun iti o'zgartiryaptik? Ikki hamza uchrashmaslik uchun ham shundaqmi? Endi vo yoki fa'dan keyin gap qolsa, odat vo yoki fa'dan keyin gap qolsa hamza tashlanadi, odat buyruq bilan shundaqmi? Bunda vaqtlarda bayatdan yog'i o'zib ketgan hamza asliga kelib,
nima o'qiladi? Hamza bitta o'qiladi. Bunday emas, vaqti, faqti degan shaklda o'qiladi. Diqqat qilaylik. Ata ya'tin buyruq bil, itti chiqmasdan nima chiqadi? Iti chiqadi. Chunki ikkamizda uchrashib qoladi, ikkinchi hamda nima o'zgartiramiz? Yog'i. Hamda mushu buyruq bil vo yoki fa'dan kelgandan keyin ashadagi yog'i o'zib ketgan hamza asliga kelib, qanday holatda? Hamza holatda, ya'ni vaqti, fa'ti bo'lib turadi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu darsimizdagi 17-chi mashqlarda bu mazmunlar tepilishi mumkin. Andigan ko'rish almashning ikkilik shakllari 12-13 mashqlar qarasak bo'ladi. Kilovalanki mazmunlari 10-11 mashqlar qaralsa bo'ladi. Mutakallimning yasiga bir narsa muzof bo'lib, shu ismning oxirida alif yoki sakina qilgan yo'q, qas mutakallimning yasini zaro qiladi degan qoida darsimizdagi 8-9 mashqlar qaralsa bo'ladi. Men dialogni o'qib tarjima qilib, yuqoridagi grammatiklarni tahlil qilib beray. Ad-darsu thamin, 8-dars. Ayna qalamaya bi sawt ma'alim. Ra'aytum qalamaya ya ikhwan? ها هما ذان يا أستاذ، هما تحت حقيبتك. هاتوا دفاتركم يا إخوان. يسلم لي كل واحد منكم دفترين، دفتر النحو ودفتر الصرف. الطلاب يسلمون له دفاترهم. أين دفتراك يا هشام؟ سلمتهما لك أمس. أسلمت لي دفتريك يا ماجد؟ إني نسيت أن آتي بهما. اذهب إلى المهجع في الفصحى وأت بهما. دفاتر من هذه يا حارث؟ هذه دفترايا وهذان دفتر حامد. تعال يا هشام، خذ دفتريك ذانك دفترا زميلك. يا مسعود، أين أخواك؟ لا يحضران منذ يومين أو 3. كلاهما مريض. ماذا بهما؟ إن كليهما مصاب بإسهال شديد، شفاهما الله. الجو حار يا أستاذ. افتح تينك النافذتين يا ماجد. اقرأ الدروس يا هشام. أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي. إن النون المثنى تحذف عند الإضافة، فركعتا أصله ركعتان. وكذلك تحذف نون جمع المذكر السالم، تقول مسلمو الياباني. قال تعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقوله تعالى لبنيه أي لأبنائه. الابن له جمعان بنون وأبناء. أفهمتم؟ نعم فهمنا. الابن له جمعان بنون وأبناء. أفهمتم؟ نعم فهمناه جيدا. يا حامد، هات آية تحوي مثنى وظفت نونه للإضافة. قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. أحسنت يا حارث. هات مثالا من الحديث النبوي الشريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. أحسنت. يدخل ويسلم ثم يقول: أيها الإخوة، أي درس لكم في الحصتين الأخيرتين؟ كلتاهما للقرآن الكريم. مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير، فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة. 8 dars. أين قلماي؟ Mening ikki qalamim qani? Yuqori ovozda, ha? Ammo o'rniga qalamayaning asli nima? Qalamani. Qalamning ikkiligi qalaman.
Mening o yog'i mudof qilgandan keyin nima bo'ldi? Qalamaya. Nun chiqib ketishindami? Anda yana bir qoida mutakallimning yozga izof qilingan ismning oxirisida alif bo'lib qolsa, mutakallimning yozi nima qildi? Zavar qildi. Shunga qalamaya. Yuqra'ol. Araytum qalamaya ya ikhwan? Qarindoshlar, mening ikki qalamimni ko'rdinglarmi? Asli qalamayni nun chiqib ketdi. Qalamayya. Shundaqo yana bir qoida mutakallimning yozga izof qilingan ismning oxirisi sakun qilgan yo bo'lib qolsa, mutakallimning yozi nima qildi? Zavar qildi. Shunga qalamayya deb nima qildi? Zavar qildi. Ha huma zani ya ustoz. U ikkisi mana zani. Hazaning ikkiligi nima? Zani. Hazaning ikkiligi zani. Endi men zani kelishi hani tashlasin bo'ldi. Chunki ha humaning oldi qo'shilgandan keyin an tashlasin bo'ldi. Huma tahta haqibatik. Bu ikkisi sizning so'mkingizning ostida ekan. Hatu dafatirakum ya ikhwan. Qarindoshlar, tirmana kelinglar. Yusallimu li kullu wahid minkum daftarayn. Sizlarning har biringlar menga ikki daftarni topshirdi. Yusallimu topshirdi. Daftarayn. Daftarning ikkiligi. Daftarani tushunilish holati nima keladi? Daftarayni. Daftaran nahvi, daftar sarf, grammatika daftari va morfologiya daftari. At-tullab yusallimuna lahu dafatirahum. O'quvchilar o'qituvchiga daftarlarini topshirib o'tadi. Ayna daftaraka ya Hisham? Hisham, sening ikki daftaring qani? Daftaraka. Asli daftar, daftarani. Nun tushib ketdi, shundan bo'ldi. Daftaraka. Muzaf bo'lgan vaqtda ikkilik nunni qanday ketadi? Tushib ketadi, ha? Sallamtuhuma laka ams. U ikkisini sizga tunugun topshirib bergandim. Asallamtali daftarrayka ya Majid? Majid, sen ikki daftaringni menga topshirib berdingmi? Daftarrayka asli nima? Daftarayni nun izofatning jihatidan qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Inni nasitu an atiya bihima. Men u ikkisini ep kelishni unutib qopdiman. Atiya bihima, ep kelishni. İzhab ila al-mahja' fil fusha wa'ti bihima. Yataqqa damalish vaqtida berib, u ikkisini ep kel. Dafatiru man hadihi ya Haris. Bula kimning daftarlari Haris? Hazani daftaraya. Bu ikkisi mening daftarim. Daftaraya asli daftarani, shundami? Mutakallimni yozib qilgandan keyin uchib ketdi, nun tushib ketdi. Ikkinchi qoida, daftaraning oxirisida alif bo'lg'achqa yana nima qildi? Zavar. Daftaraya. Va hadani daftara Hamid. Va bu ikkisi bo'lsa Hamidningki ikki daftari. Asli daftarani. Ta'ala ya Hisham. Hisham bu yoqqa. Xuz daftarayka. Sening ikki daftaringni tut. Daftarayka asli nima? Daftarayni nun izofatni yuzini tushib ketdi. Zanika daftara zamilik. Oshkisi sening savoqdishing ikki daftari. Zanika. Ko'rish almashningki ikkilik shakli, ha? Zanika. Asli hazani da bag'u, hazaniniki han tashlasa qo'yiladi yoki zaliganiki ikkilik shakli nima? Zanika. Zanika. Ya Mas'ud, ayna akhwak? Mas'ud, sening ikki qarindishing qani? Akhwak. Asli nima? Akhwani. Akhning ikkilik shakli nima? Akhawan. La yahdurani munzu yawmayn aw thalatha. 2 kun yoki 3 kundan beri ular kelmayotdi. La yahdurani munzu yawmayn. Yawmayn asli yawman, ya'da nim bo'lg'achqa, igilik kelish bo'lg'achqa, ya'ni jarlik holat bo'lg'achqa yavlan kelyotdi. Kilahuma marid. U ikkalaylan kasal. Kilahuma. Bu xuddi ikkilikka o'xshash, ha? Madayhima. U ikkalanga nima bo'ldi? Inna kilayhima musabun bi ishalin shadid. Ularning ikkilisi qattiq ish surish bilan og'ribdi. Qaranglar, kila ikkilik ismga o'xshash tushungilish holati nima bilan o'qiladi? Yavlan. Inna ismini zivara qiladi, shundaqo kilay deb zivara o'qitdi, zivara o'qitganning belgisi ya'ni kilishi. Shafahumulloh. Alloh hifzga shifolik bersin. Al-jawu harun ya ustoz. Ustoz, havo isib ketdi. Iftah taynika nafizatayn ya Majid. Majid, oq ikki derazni echib taynik. Qaranglar, tanika degan qo'y biz bayatdin. Tilkaning ikkilik shakli nima? Tanik. Buning tushungilish holati nima? Taynik. Boshqalish holati tanik, tushungilish holati nima? Taynik. Iqra ad-darsa ya Hisham. Hisham, darsni o'qi. Ana Aisha radhiyallohu anha an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol:
Ayşe radhiyallohu anhadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Rakatal fajri khayrun minad dunya va ma fiha. Bamdadning 2 rakati dunyo va dunyoning ichidagi narsalardan yaxshidir. Muttafaqun alayh. Nima? Rawahu Muslim va Tirmizi. Bu hadisni Muslim va Tirmizi rivoyat qilgan. Ana shu yerdagi rakata asl nima? Rakatani. Rakata mudaf, al-fajr mudaf bo'lg'achqa nun qanday ketgan, tushib ketgan. Inna nun al-musanna tuhzafu 'inda al-idafa. Ikkilikning nuni izofat qilingan vaqtda tushib ketadi. Mana fa deganiki misolda gap, mana rak'ata desak, uning aslisi nima? Rak'atani. Rak'ata muzaf, al-fajr muzaf bo'lg'achqa nun qanday ketdi, tushib ketdi. Va kadalik shuningdek tuhzafu nunu jam'al muzakkar salim. Jami muzakkar salimning nuni tushib ketadi. Qanaqa izobat qilgan vaqtda. Masalan, muslimul yaban deysiz. Asli nima? Muslimuna. Nun muzaf bo'lg'achqa qanday ketdi, tushib ketdi. Qala ta'ala fi suratul Baqara. Allah Taala surah Baqarada da'vatadu am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mushayatki iz qala li banihi degi banihi asl nima? Ibnunning ko'pligi banun. Shundami? Banunun. Buning İglik kilish halti nima? Banin. Endi a banin yizmirga mudaf bo'lg'achqa oxirgi nimani tushib ketdi? Nun tushib ketdi, banihi bo'ldi. Banihi. Da'vatadu faqawluhu ta'ala Alloh taolaninki li banihi degan so'zi, ya'ni li abnaihi ballarga demakchi. Ibnun lahu degan gap u ibnunning jam'ani ikki ko'plik bor. Birisi banunun, birisi abnaun. Tushundinglarmi? Banunun yani libanini shundami? Nun izofat mujizini tutib libanihi deb keldi. Naam, fahimna jaydan. Shundoq, yaxshi tushundik. Ya Hamid, Hamid, hati ayatan tahfi musannan wudifat nunuhu lil idofa. Izofat qilgan vaqtda nuni tushib ketgan ikkilik ismdan birini o'z ichiga olgan oyatdan birini keltirib baq. قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه الله تعالى سورة طه موسى عليه السلام مندق دايدو إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى المشهور ده نعليك أصل نعلون ديgan kesh degan shundami? Na'lan kesh. Buning tushumgili shakli nima? Na'layn. Ba'diki nun tushib ketdi, na'lay kapqının bo'g'achqa, muzab bo'g'achqa shunga nun tushib ketdi. Ahsan. Yaxshi. Ya Haris. Haris. Hati misalan min al-hadis an-nabawi sharif. Hadis an-nabawi sharifdan degani payg'ambar hadisidan bir misol keltir. Qavlun nabiy sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anha. Payg'ambar alayhisolamning Aisha radhiyallohu anhaga degan so'zi. Nimda? Ya Aisha. Ya Aisha inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mening ikki ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi. Muttafaqun alayh. Bu yerda aynayya asl nima? Aynayni. Shundaqo? Aynning ikkiligi aynan. Buning ilik tushuntirib shakllari nima? Aynayn. Izofat o'g'aliq uchun nun tushib ketdi, nima bo'ldi? Aynayya bo'ldi. Uni boshqa bir qoida mutakallimning yozib izofat qilingan so'zning oxirisida nima bo'lib qolsa sakin o'qilgan ya bo'lib qolsa, mutakallimning yosi nima qiladi? Zavar. Aynayya. Ahsan. Yaxshi. Endi men nazoratchi yadxul va yusallimu thumma yaqul kirib salom bergandan keyin deydi. Ayyuhal ikhwa, qarindoshlar. Ayyu darsin lakum fil hissatayn al-akhiratayn. Oxirgi 2 soatda sizlarga qaysi dars bor? Hissatayn, hissatanninki nima shakli? İglikli şekli. Ahiretayn, ahiratanning iglikli şekli. Kiltahuma lil Qur'anil Karim. Her ikilisi Qur'oni Karim uchun. Ya'ni Qur'oni Karim darsi. Kilta hissataynga qaratadi, ayollar shakli. Mudarrisul Qur'anil Karim fi ijtima'i ma'al mudir. Qur'oni Karim o'qituvchilari mudir bilan yig'inda. Ba'da mudarrisuna asli. Nun qanaq ketdi? Tushib ketdi. Muzaf ustidan. فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة.
3 soatdan keyin qaytsanglar bo'ladi. Yumkinukum. Ya'ni qaytsanglar bo'ladi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.